Assalomu alaykum Toshkent Spirsomer Saroy to'qsoqchilari. Mana bugun ko'rayotganingizdek bitta minutga yo'q. Mana qor yog'yapti Toshkentda qor. Mana shunaqa ahvolda bo'lganligi uchun men umuman mindutkalarim boya bir ish bilan ketuvdim. Ancha vaqtgacha mana shunda ko'chada qolib ketib qolishibdi obunachilar. Hozir ichkaridan cho'tki qilib yangi like bosishiga yarasha qilib cho'tki qilib joy tayyorlab qo'yganman. Hozir indutkalarni kuzatib boramsizlar. Hozirgi paytga kelganda qor yog'yapti. Mana obunachilar ko'rayotganingizdek dahshat joy bo'ldi. Va men bitta turganini qara. Tuxum qo'ydi bugun, tuxum deydi. Obunachilar bizda yangiliklar bor. Deydi mana tuxum yashinchili turibdi. Johorlar mana ozgina ko'stimasin kamayyapti. To'ytepadigilarga assalomu alaykum. To'ytepadigilarga, Farg'onadigilar assalomu alaykum. Zo'r gap yo'q, juda ham aktivsizlar. Rahmat sizlarga. Somonlarni olib kelib mana yoyib hamma kamko'slarni qilib tashlayapmiz deydi. Obunachilar. Shu yurishda endi yurib oxiri shu yerga olib keldik deydi. Yeb ichlari shu. Shunaqa. Hozir men buni to'kib bersam. Buni bu joyiga qo'yish kerak. Bular o'zi chiqishga. Bularning o'zini joyi bu. Tuxum qo'ydi mana obunachilar. Bugundan boshlab tuxum. Cho'tki. Mana mana. Mujil mana bularni ag'dar qo'ydik, endi sekin yeb tashira. Ko'steymasi. Bugundan boshlab tuxumga kirdi. Mushu nima bo'pti endi bu? Yo, begona mushu endi. Hakilat qilgandi. Hoppa. Nima qildi bu? Orasiga kirib olib. Qotdim shu. Tigida ketibdi. Jo'ja bo'lmoqchiman nima bo'ladi bu? Shunaqa gaplar bunachilar mazza qilib yotishibdi. Ikkita press somonni hammasini bezida qotdi-yu bu. Hammasini qo'zg'atadi. Shunaqa mushuk ham ko'rganmisizlar? Bitta mushuk ham televizor ko'rib beradi. Ko'radi. Televizor qo'yib bergan deydi. Bu so'g'lik qilibdi menga nima balo? Urshim. Vay minni.
Shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. Turishdi. Xudo xolasa endi sekin-sekin tuxumga kiradi degan umiddamiz. Jo'xori kamayibdi, ko'rsangiz ancha. Yaxshi kam yeb tashlashibdi. Yeyishlari yaxshi. Shunaqa gaplar. Bitta obunachim yozibdilar, kuzatib boradigan odam ekanlar. 100 ming so'mdan urg'ochilarini oldim dedilar. Ya kommentariyada yozdilar. Shunga do'mon chiqadi. Bunaqasi bo'lmaydi. 100 ming so'mdan oldim. Shunaqa yaxshi, arzonsiz. Bundan buyon endi ko'tarilsa kerak endi. Bundan arzon bo'lmaydi, chunki shu tuxumga kiryapti, boshqa Qashqadaryolik bolani anaqasini ko'raman, unda lekin begonoklarmi deganini boqadi va ishonsiz buning dahshat qilyapti. O'shanda tuxumlar bor, ko'rib havasim keladi bor. Bir ikkitasi yozishibdi, bog'da boshqa jo'xori bermang, semirib ketsa tuxum qo'ymaydi deb. Bittasi yozibdi kommentariyada, bog'da jo'xori bering yoki o'shalar eng zo'r ovqatiga kiradi bu. Jo'xori ancha quvvatlantiradi, ichini issiqmi nimadir ushiydi bularni. Foydasi zo'r bo'ladi dedi. Men o'shanga hayronman endi. Qaysi biriga quloq solish kerak deydi-yu. Erkiga. Lekin men bitta narsasiga hayron bo'layotganim, mana ular dahshat katta. Mana kichkinalarni ham erkak katta. Bitta kichkinasini ushlasam ham yaxshigina anaqasi bor. Bundoq bir ko'tarsam yaxshigina vesi bor-da. Lo'va bittasini ko'targanda. Shunga bularni ozgina och qo'ysa endi Xudodan qo'rqaman-da, och qo'yishga ham bo'lmaydi bularni. Mazza qilib yotishadi bular. Mashina ham mazasi bo'lmayapti-da, bu yoqqa kelgandan keyin. Ko'rsangiz, ancha tiklandi. Mashina yaqinda ikkalasi ikki to'qotda qarang. Bunda qadriga yaqinroq ko'rsating. Yirik narsa. 125 ming so'mdan oldim mashina ikkalasini. 250 mingga. Yirik narsa bor. Mana o'zimizdaniki bu. Hamma joyi qora deydimi? Yeb ichishi zo'r lekin. Mana. Og'ir bor, yaxshigina og'ir. Dahshat og'ir bor. Kichikroqmi masalan? Lekin paxta qanaqadir oyog'im tagiga qo'yganimga paxtaday yuraman. O'zimga ham yaxshigina sezilyapti.
Yumshoq qopti. Qanaqadir. Mana yumshoq. Endi bularga bitta kommentariyada yozib yuboringlar, suvni beraveraymikin yoki men oynadan chiqarib olganimdan keyin ular o'zligi mamdan chiqib ketishadi. Nariyoqqa hovliga borib o'zligi ichib qaytib kelgani yaxshimi? Hamki mana bankalarni qana ag'darib tashlashgan. Suvlar tugagandan keyin. Lekin kichkinalar bo'lsa ham ancha ko'rsatilmasin yaxshi. Bugundan tuxumga kirdi. Xudo xolasa endi bu yog'iga tuxum ko'rsa kerak. Bu savol bo'lyapti, qaysi biri tuxumga kirdi? Chiqillagan do'shini chiqaryapti mana jigarini ichkaridagi. Hamma raketaga o'xshagan kallasini tutgan, patyapti. O'sha chiqillagan do'sh chiqaverib yuryapti. Shunaqa. Hammasi yuradi. Mana ham lekin bostiryapti. Yurishi yomon emas. Ko'si emas. Hammasini chotki. Erkagim bir 14 ta erkagi bor ekan menda. Lekin ana qolgan urg'ochilar deydi-ku. Bitta oyog'i og'riyotgani bor edi. Dahshat. Oyoq yaxshigina oyoq og'risa ham qani Valla. Yaxshigina go'shi bor ekan. Mashina so'yvaring deyshotdi obunachilarimiz. Kommentariyada. Atak sog'lommi? Endi shu o'zimning fikrimcha bular mana shunaqa qup-quruq joylarda yursa yaxshiroq bo'lib ketadimi deb ham o'ylayapman-da. Eng kichkinasini ushlab ko'raymikin. Menga bitta obunachi yozdilar, lekin semirib ketsa tuxumdan qoladi debdilar, endi bilmasam endi. Ularni qancha vaqtgacha qoldirish kerak? Qani, voy, shunday. Mana qilayam. Hozir erkak. Batareyani ushlagan ekanman, batareyani. Voy, dahshat qaynayapti. Batareyani dahshat qaynayapti. Obunachilar. Buni endi topamiz, endi qoplaymiz. Hidi ketibdi samiglarni, ozgina sal hidi bo'lyapti. Tozalattirib boshqa qilib, yana qilib, mana ikkita chiroqlar nasaf yoqib. O'sha oyoq og'riyotgan ham cho'tga yotdi, ko'rsangiz mana. Hozir ushlagan edimi? So'yvaring deyshotdi. İshtahasi zo'r shuni ko'rsangiz. O'shaning uchun ham oyoq og'risa ham ishtahasi yaxshi bo'lgani uchun so'ymadim-da. Tepada turib oliydi, qo'ydi. Suv ichsam, mana shunaqa ichadi, katta.
Endi bularni bir chiqarmasdan mush nima xalaqit qilibdi. Ishotdi. Ama karomni otib olganim yaxshimi yo'q, o'sha amallab yeb tashlarmikin? Ikkita qopdan lekin mashq qoldi-da. Bular tiymasa ham bir-biriga tiyib ana qiladi. Qaysi biri? Lekin ko'cha shunaqa shaqillatyapti, shunaqa sovuq ko'cha. Dahshat sovuq lekin ko'cha. Lekin mana issiqqina qalinligi ham mana bunday qalinlikda qilib berdim. Bo'ladi. Su ichmoqchi. Shuna gaplar obunachilar. Xudo xolasi bilan hozir videosini YouTube'ga chiqaramiz. Ko'rasizlar hozir. Bir-biriga tiyadi. Tiymaganga tiyadi. Suv qo'yib. Shu muzli qilsa kerak-da, muz ham muzli suv ham anaqada xalaqit qilsa kerak. Pat yeyishini. Bunaqa qamishlar ham yerkanda bular. Qarang. Obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga Xudo xolasa shu 20-yanvarmi ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Yana nima deyman? Obunani bosish esingizdan chiqmasin, like bosib obunani bosinglar. Rahmat shu ko'rayotganinglarga. Xayr deb qolaman endi. Kichkinaligida ajratishsa qiyin bo'ldi, yo o'sha kattaligida xo'rozlarni bilib qoldik. Mana xayr, sog' bo'linglar, rahmat ko'rganinglarga, tomosha qilganinglarga. Johori yotam mushuni. Voy biling. Johori yegan mushuni ko'rmaganman. Ovqat beraman bo'lmasa mushunga. Tasini o'chirib qo'yib chirg'ani. Bostiryapti anqaralarni, bosib. Bosatman. O'shani oq indutgan o'zi atelatdan kelib bosib berar ekan, bostirar ekanda. Majalab tashlaydi-yu, buni nima ko'rar? Teshikchasi ochilyapti. Bosat. O. Tumshuq. Shunday jasad o'zi bo'ladimi? Ko'tarish.
sog' bo'linglar. Rahmat, xayr, shunchalik ko'rganingiz.